Yer sharidagi bir kun taxminan 24 soat, bir yil taxminan 365 kun. Bu yer sharining o'z o'qida bir qatim aylanish uchun taxminan 24 soat ketadiganligidir. Quyoshni cho'rida bir qatim aylanish uchun taxminan 365 kun ketadiganligidan derak berdi. Undaqda Quyosh sistemasidagi boshqa planetlar ustida ularning bir kuni hamda bir yili ayrim-ayrim holda qanchalik? Oldi bilan Merkuriy, u Quyoshga eng yaqin sayyora. Merkuriy ustidagi bir kun taxminan 87,97 kun. Lekin Merkuriyning o'z o'qida aylanish sur'ati intayin asta. Uning bir kuni taxminan 58,65 yer shari kuniga barobar. Shunga Merkuriydagi 1,5 kun taxminan uning 1 yiliga teng. Ikkinchisi Venera. U Quyoshga taxminan 108 million kilometr yiroqlikda. Veneradagi 1 yil taxminan 225 yer shari kuniga teng. Uningdagi bir kun bo'lsa taxminan 243 yer shari kuniga barobar. Yana shundoq deyishga bo'ladiki, agar biz Venerada yashsak, bir kun asosan 1 yilga teng. Üçüncüsü bo'lsa bizning yer shari. Bir kun 24 soat, bir yil 365 kun. To'rtinchisi bo'lsa eng og'ir tog'jinisi sayyora Mars. Mars bilan yer shari orasidagi oraliq bir qadar yaqin bo'lib, u boshqa 7 cho'ng sayyora ichidagi yer shariga eng yaqin sayyora. Marsdagi bir kun taxminan 24,6 soat, Marsdagi bir yil bo'lsa taxminan 687 yer shari kuniga teng. Beshinchisi Yupiter. Quyosh sistemasidagi Quyoshdan boshqa eng cho'ng osmon jismi. U Quyosh sistemasidagi o'z o'qida aylanish sur'ati eng tez sayyora bo'lib, o'z o'qida aylanish davri taxminan 9 soat 50 minut 30 sekund. Yupiterning bir yili bo'lsa taxminan 11,86 yer shari yiliga teng. Oltinchisi bo'lsa Saturn. U Quyosh sistemasidagi eng go'zal va ajoyib osmon jismi. Saturndagi bir kun Yupiterdagidan ozroq uzun bo'lib, taxminan 10,5 soat. Lekin Saturnning bir yili bo'lsa intayin uzun bo'lib, taxminan 10,832 yer shari kuniga barobar. Yana shundoq deyishga bo'ladiki, Saturndagi bir yil yer sharidagi 29,7 yilga barobar. 7-si Uran, bir yotgan holatda aylanadigan ajoyib osmon jismi. Uning bir kuni taxminan 17 soat 14 minut, lekin uning bir yili yer sharidagi 84 yilga barobar. 8-si bo'lsa Neptun, Quyosh sistemasidagi eng yiroq sayyora. Uning bir kuni taxminan 15 soat 57 minut, lekin uning bir yili taxminan 60,327,6 yer shari kuniga teng bo'lib, yer sharidagi 165 yilga barobar. Uningdan keyingisi bo'lsa Pluton. U ilgariki 9-sayyora, lekin bugun u patak sayyoraga tushirib etildi. Plutondagi bir kun taxminan 6 kun 9 soat 17 minut. Bu uning Quyoshni cho'rida bir qatim aylanishiga texmi uzun vaqt sarf qilganligiga sabab bo'lgan bo'lib, uningga taxminan 90,581 kun vaqt ketadi. Bu yer sharidagi 248 yilga barobar. Bo'ldi. Bugungi mazmun oxirlashdi.